Yani gap bor, erkak kishini o'tmishi qaralmaydi deb. O'zi aslida musulmon odam o'tmishiga qaralmaydi-da. U Xudoga tavbaga kelgandan keyin uni johil o'tmishi, jaholatdagi o'tmishi hech qachon esga solinmaydi. Yondagilari tomonidan. Bilasizlar buni. Avvalo, sizni aybingizni Alloh bekituvchi. Agar hamma ayblaringizni odamlar biladigan bo'lsa, siz bilan hech kim gaplashmasdi. Siz yolg'iz qolganingizda qanaqa odamsiz? Hayolingizdan nimalar o'tadi, nimalar qilasiz? Hammamiz o'zimizni shkafdagi skeletlarimizni yaxshi bilamiz. Ayb masalasida o'sha gap. Bekitganingiz yaxshi. Qaysidir o'rtog'ingizni, yaqiningizni, oilangizdagilarning aybini bekitsangiz, sizni undan ham kattaroq aybingizni Xudoyim o'zi bekitib qo'yadi. Shuning uchun g'iybatdan uzoq yurib, kimnidir nojo'ya ishni ko'rib qolsangiz, darrov videoga olib bo'lmasa kimgadir yetkazib, "Voy, men uni ko'rdim, mana bunaqa qotgan ekan" degan narsadan tiyilsangiz, undan katta xatoyingiz ehtimol kelajakda sizni Xudoyim o'zi bekitib qo'yar.